Assalomu alaykum hammaga. 2026-yil 22-mi bugun? 22-iyun. Bet nima? Qat bet Qirg'izovur. Yangi bozordan sal o'tgandan keyin Qirg'izovurga 2,5-3 gektar yer maydoniga Biogenetik Sales mahsulotimizdan Xudo xolasa ekish jarayoni. O narigi tomonda ham ekishgan ekan. Hozir borib buni ham video qilamiz nasib bo'lsa. Allah baraka bersin. Olganga ham, sotganga ham. Oldingi yil ekkaninglarda tonnasini bilmadinglar uni. Kam 70. Ikkinchi hosilga kam 70 tonna siliska bo'lgan, to'g'rimi? Bu xudo xolasa 90 dan oshiradi nasib bo'lsa, undan ham luchirog'i o'sha 90 kunda silis bo'lib tayyor bo'ladi. 110 kunda xudo xolasa pishib yetilib bo'ladi. Nasib bo'lsa Biogenetik Sales chempion urug'larimiz.